Pastdarg'om tumani Juma shahrida joylashgan mahallalarning ichki ko'chalarida irrigatsiya tarmoqlari yo'qligi, borlari ham ma'nan eskirganligi sababli yog'in-sochinli kunlarda to'plangan suv aholiga noqulayliklar tug'dirardi. Bugun yuqoridagi kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida Juma shahridagi mahallalarda bir qator amaliy ishlar boshlab yuborildi. Jumladan Samarqand, Amir Temur, Hovzak mahallalarining ichki yo'llarida irrigatsiya tizimini yaxshilash maqsadida ushbu ko'chalarning 3 km 600 metr qismida beton ariqlar yotqizilmoqda. Bugungi kunda Pastdarg'om tumani Juma shahrida 5 ta mahallaga latoklar o'rnatyapmiz. Hozirgi kunda montaj ishlari mana latoklarning orqasini mumlab, saqichlab, shuni ham o'tkazmaydigan qilib, yaxshi nimadan moslashtirib, bu tarafdan kovlash ishlari ketyapti. Bu yerni bu tomon ikki tomonlama latok bo'lyapti. Pastdarg'om tumani Juma shaharining ichlariga latok qo'yish ishlarini olib boryapmiz hozir. Ikkita mahalla bo'lindi. Bu ikkinchi sonli MKK tomonidan qilinyapti hozir. Yer ishlari olib borilyapti. Beton ariqlar yotqizish ishlari nihoyasiga yetkazilgach, aholining yomg'irli kunlarda paydo bo'ladigan xavotiri barham topadi.